Erim yurib ketdi. Nimamish? Uylarda pokiza tutmasmishman. Ovqatlarim bemazamish. Shuncha farzandlarimdan ortib, shuncha uylarimdan ortib, shuncha bozorlarimdan ortib, o'zimga qaragani vaqt topolmaganim bu meni ayibimmi deb yozibdi bitta bozorchi sherigim. Meni ham erim shunaqa deb qolmasin deb anchadan beri uborka qilganim yo'q deganajalarim, o'zim ham uborkamni juda ham sog'inibman. Sizlar ham meni sog'ingandirsizlar, to'g'rimi? Har doim vayindan ortmayapman deganajalarim. Bugun bir uyda qolib, uborkalarimni qilib, uylarimni tozalab, ovqatlarni qilib, bir xo'jayinimning og'zini ochib qo'ydi. Men ham bugun uyda qolishga qaror qildim. Baribir ayol kishi o'ziga qarab, uyini pokiza tutib, chiroyli bo'lib o'tirgani yaxshi, to'g'rimi deganajalarim. Hamma erkaklarga ham shunaqa ayollar yoqadi. Endi ish qilar ekanman, bola chaqa boqaman ekan deb o'zimizga qaramay qolishimiz ham o'zimizga minus. Men shunday deb o'ylayman. Deganajalarim, mevani ham boshlab olganman. Soat 4da turib mevalarga chiqib, bozorimizni tinchitib kelib, do'konimni ochib berib, sinimga, uyimga borib ishimni qilib, obedga yaqin meva sotgani ham chiqyapman. Shuncha ishlardan ortib deganajalarim, semirib ham ketyapman. Nima qilay, menga tabiiy yo'lini ko'rsatdinglar, ozishdi. Dori ichgani, sport bilan shug'ullangani vaqtim bo'lmayapti. Shuning uchun kommentariyamga yozib ketinglar. Tabiiy ozigan baribir chiroyli oziydi. Deganajalarim, meni vayinim, uy uborkalarim sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib ketish eslaringdan chiqmasin. Men bilan hech qachon zerikmaysizlar.